Bitta farzandimni Ixlos maktabiga sentyabr oyida olib keldim. Davlat maktabidan ko'chirganda ancha past edi. Maktabdan uzoqdan kelamiz. O'g'limni Ixlos School maktabiga 11-sinfga topshirdik. Assalomu alaykum. Men Nurullayev Behro'z oyisiman. Hozir ancha o'sishlar bor, bilimlar yaxshi, shart-sharoitlar, o'qituvchilari juda ham zo'r. Oldingi maktabdan farqimiz juda ham yaxshi. Alhamdulillah. Avtobus sistemalari ham juda ham yaxshi ishlaydi. O'z vaqtida olib borib, o'z vaqtida olib kelishyapti. Ko'nglimiz xotirjam. Bolamni tarbiyasida ham, bilimlar o'sish darajasida ham juda ham yaxshi natijalarga erishyapmiz, alhamdulillah. Ustozlarga, hammaga rahmat aytmoqchiman, chunki oldinga qaraganda farzandlarim juda ham yaxshi natijalarga erishyapti. O'qituvchilarga kattakon rahmat. Ancha yutuqlarga erishyapmiz. Xudo xolasa mana bugun tashakkurnoma olib, keyingi yilga 5% chegirmalar berib, yaxshi taqdirlab, hamma tomonlama qizimni xulqiga ham o'qishiga yaxshi ta'sir qilishdi.